Assalomu alaykum. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz freemium model haqida. Ya'ni tekin bepul xizmatlar orqali mijozlarni jalb qilish va daromad olish mavzusi haqida keng tarzda gaplashib o'tamiz. Freemium modeli ingliz tilidagi free va premium so'zlari birikmasi bo'lib, bu biznes strategiyasi hisoblanadi. Unda kompaniyalar o'z mahsulotlari yoki xizmatlarini asosiy versiyalarini bepul taqdim etishadi, lekin qo'shimcha funksiyalar, qo'shimcha qulaylik va kontent uchun pul oladi. Ushbu model tekin xizmatlardan foydalanuvchilarni jalb qilish va ularni pul to'laydigan mijozlarga aylantirish orqali daromad olishga qaratilgan. Freemium modelning asosiy elementlari. Birinchisi bu bepul xizmat. Bu versiya mijozlarga mahsulot yoki xizmatlar asosiy funksiyalaridan bepul foydalanish va test qilib ko'rish imkoniyatini beradi va bu versiya mijozlarni jalb qilishning eng samarali usuli hisoblanadi. Freemium modelining keyingi asosiy elementi bu premium xizmat hisoblanadi. Bu versiya mijozlarga qo'shimcha qulaylik, qo'shimcha funksiyalar, kontent va qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Premium xizmat bepul xizmat foydalanuvchilarini pul to'lashga undaydigan ishonch kaliti hisoblanadi. Freemium modelining asosiy elementlaridan yana bittasi bu konversiya hisoblanadi, ya'ni bepul xizmatlardan foydalanuvchi mijozlarning premium xizmatlardan foydalanishga o'tishiga konversiya deyiladi. Konversiya darajasi freemium modelining muvaffaqiyatini o'lchash uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Undan keyingi asosiy element bu qiymat taklifi. Premium xizmatning qiymati bepul xizmatning qiymatiga nisbatan ancha yuqori bo'lishi kerak, shundagina mijozlar pul to'lashga tayyor bo'lishadi. Undan keyingi asosiy element bu klientlarni jalb qilish. Bunda bepul xizmatdan foydalanib, yana ham yangi klientlarni jalb qilish nazarda tutiladi va oxirgi asosiy element bu mijozlarni ushlab qolish. Bepul xizmatdan foydalanuvchi mijozlarni yana ham ko'proq vaqt ushlab qolish bu ularning premium xizmatdan foydalanishga o'tishi ehtimolini yana ham oshiradi. Freemium modelining afzalliklari va kamchiliklari ham mavjud. Afzalliklardan boshlaydigan bo'lsak, mijozlarni jalb qilishning yuqori tezligi, marketing xarajatlarini kamaytirish, mijozlar haqida ma'lumot yig'ish, doimiy daromad olish imkoniyati va oxirgisi kichik biznes uchun mos. Kamchiliklari esa quyidagilardan iborat. Konversiya darajasi past bo'lishi mumkin, ya'ni barcha bepul xizmat foydalanuvchilari premium xizmatga o'tmasliklari mumkin. Keyingisi bepul xizmat foydalanuvchilarini qo'llab-quvvatlash xarajatlari, keyingisi qiymatni belgilash qiyinligi va oxirgisi bepul xizmat raqobatbardoshligi. Freemium modelidan muvaffaqiyatli foydalanadigan Dropbox, LinkedIn, Spotify kabi kompaniyalarni misol qilishimiz mumkin. Boya tepada aytib o'tganimdek, bular o'z platformalarida asosiy funksiyalarni bepul taqdim etishgan klientlari uchun va qolgan qo'shimcha imkoniyatlar, qo'shimcha funksiyalar, texnologiyalar, kontentlari uchun pul olishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, freemium modeli mijozlarni jalb qilish va daromad olish uchun samarali strategiya bo'lishi mumkin. Biroq bu modelni joriy etishdan oldin ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va optimallashtirish zarur. Ya'ni kompaniyalar o'z maqsadli auditoriyasini, bepul va premium xizmatlarning qiymatini, konversiyani optimallashtirish va mahsulot yoki xizmatlarni doimiy ravishda takomillashtirish kabi omillarni hisobga olishlari kerak.